Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz, aziz obunachilar. Egalardan Captiva avtomobiliga turtdi. 2017-yilda ishlab chiqarilgan oq rangda kraskalar top-toza 85 ming probekda mashinamiz. Balonlar ham paket, yumshoq balonlarda kraskalar toza, o'zlari uchun bemalol proverka ettirib olsangizlar bo'ladi. 2017-yil aytib o'tdik. Salon qismini keladigan bo'lsak, ideal sostoyaniyada motor bo'lib turibdi salon. Sidena sostoyaniyalari ham top-toza. Qirchiq-pirchiq defektlar yo'q. Mashinamizda metan gazlar ham uстановka qilgan. 30lik gaz balonidan 4 dona qo'yilgan. Holati yaxshi mashinamizni. Narxi 215 million so'm aytilishi. 2017-yil Radnoy Captiva'miz 215 million so'm. Ustunda yana ozgina kelishib beramiz. Hamma variantlar bor. Qiziquvchilar bo'lsa, bemalol avtomobil avtosalonimizga kelaverasiz. Telefon nomerlarimizdan video ostida yozib qoldiramiz. Qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa telefon qilsangiz aytib o'tamiz. Videomizga bir like bosib qo'shinglardan chiqarmanglar, kanalimizga podpiskani bosib qo'yinglar. Xudo xolasa bir-biringizni zo'r-zo'r narxda mashinani chiqarib borishni davom etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Captiva'miz sotuvda. Bemalol kelaverasiz.